Xalqimiz orasida ming yillardan beri davom etib kelayotgan qadimiy an'analar bor. Shulardan biri turli to'y va ehson marosimlaridir. Hozirgi kunda to'y deganda nikoh to'yi, aqiqa va o'tganlarni haqqiga ehson qilish kabi marosimlar eng ko'p uchraydi. To'ylarning asl mohiyati, to'yda asli maqsad mohiyati jamiyatga biror yangilikni e'lon qilish. To'yning mohiyati shu o'zi, ya'ni bir yangilikni, nikoh bo'lsa, nikohni e'lon qilish va hokazo. Ehson marosimlari esa ko'pincha vafot topganlarni eslab, ularga bir savob yetkazish uchun qilinadigan tadbirlar ehson marosimlari hisoblanadi. Ana shu agar mana shu ikkita to'y ham o'tganlarda haqlariga qilinadigan ehsonlar ham dinimiz ko'rsatmasiga muvofiq risoladagiday o'tkazilsa yaxshi. U savob bo'ladi, bir yaxshi amallar bajarilgan bo'ladi. Lekin bu marosimlarga kibr, manmanlik, riyokorlik, isrof aralashib ketadigan bo'lsa, demak bu endi savob bo'ladigan holatdan chiqib, gunoh bo'ladigan holatga, gunoh tomonga qarab o'tib ketib qoladi.